Assalomu alaykum azizlarim. Sizlarga hozir Faberlikdan 94 balli zakazimni ko'rsataman. Bu yerdan уже qisman sotilib ketgan. Bu yerda sharmanda narsalar bo'ladi. Tak что ko'rishda davom eting. 94 balli zakazimda juda ham ko'p kraskalar bor edi. Kraskalar уже ko'rayotganingizdek mana bu yerda bir qismi sotilib ketgan. Hammasi para edi. Ikkitadan edi. Zakazimda bir 16 tami 20 tami kraskam bor edi. Ko'rayotganingizdek 305 400 500 587. Mana bu постоянно klientkamiz zakazi, mana bu ham постоянно klientkamiz zakazi. 300 bular doim tez ko'p sotiladigan kraskalar, soch bo'yoqlari. Ko'rayotganingizda bu yerda salon seriyasiniki ham bor, ekspert seriyasiniki ham bor. Bular ammiakli, bular umuman ichida ammiak yo'q kraskalar. Tak nimani aytib o'tayin, buni ichida juda ham ko'p yog'lari bor. Bu kraskalar ichida ko'rganingizdek biotin bor. Bu sochlarni mustahkamlab o'sishiga yordam qiladi. Bu B7 vitamini. Ichida masla amli bor, juda ham qimmat yog'. Ichida ухаживающий balzami bor. Hozir juda ham zo'r skidkada chiqqan qizlar 36900 so'mdan. Поэтому bundan yaxshigina foyda qilib qolsa bo'ladigan kraskalar. Siz 40 mingdan 45 mingdan sotsangiz ham klientlar maza qilib ishlatadi. Bozordagi 60-65 ming kraskalarini shundoq o'rnini bosib, ulardan da zo'r bo'ladigan kraskalar. Bu yerda mana shu soch bo'yoqlarini men sizlarga aynan maslahat beraman va ko'rayotganingizdek o'zim ko'p sotaman. Har bittasini ikkitadan olganman qizlar. Уже ko'rayotganingizdek bu yerda 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta kraska уже sotilib ketdi kechani o'zida. Tovarlarni kecha qo'limga olganman qizlar. Mana bu zubni pastalar kattasi, buni eslaysizda bo'lsa, kichkinasi bor. Bu aynan kattasi, 100 ligi. Bular 19900 dan chiqqani uchun katalog narxi bularni oldim. Menga aynan живица kedra yoqadi qizlar, ichi yashil o'tlardan va mana bu aynan kedr juda ham yaxshi milklarga ta'sir qiladi. Shuning uchun men buni ham yaxshi ko'raman. Zo'r tozalaydi. Ozgina no'xatda ishlatasiz bu zubni pastalar. Mana bu naborni oldim qizlar. Katalogda ko'rlaring, buni ichida yana bitta sprey bo'lishi kerak. Menga sprey qiziq bo'lmagan uchun spreyni olmabman, lekin kecha klient so'rab qoldi. Aynan sprey xohlab qoldi. Afsuski olmaganimga afsus qildim. Mana bu novinka qizlar, shampun 2 в 1. Aynan yoz seriyasiga mo'ljallangan apelsinlarning hidi keladi. Hozir ham bitta hidlayman qizlar. Ungacha sizlar geliadushani ko'rib turingizlar. Geliadushasi ham juda ham yorqin. Sepga ham solishga qizlar yaxshi variant bo'ladi. Voy, приятный qizlar, apelsin, mandarin, yana bir narsalar, даже apelsin desam bo'ladi, mandarin emas. Har xil hidlari bilan mana bu yerda dumbachalaringiz uchun, dumbachalaringiz teri chiroyli bo'lish uchun, teri mustahkam, silliq bo'lish uchun mana bu krema bor. O'zim ishlatganman. Lekin qizlar buni dumbachaga emas, butun badanimga ishlatganman. Teri silliq bo'lib qoladi, uzoq vaqt приятный hid kelib turadi. Mana bu yangi chiqqani, bu eski chiqqan skrabi bor edi. Skrabni qizlar o'zimga to'g'ri oldim. Maza qilib cho'milganingizda o'lik terlarni tozalab, teringizni yanada silliq qilishga yordam beradi. Mana bu kremlar esa qizlar ataylab yonma-yon qo'ydim, чтобы farqini ko'rishingiz uchun. Katalogda men bir xil deb o'ylabman, obyomi kattaligi, lekin ikki xil ekan. Mana bu bunaqa katta idish bo'lsa, bu ancha kichkina idish ekan. Undan bu aynan ko'krak va dekolte sohalariga surtish uchun krem ekan. Qizlar, men buni уже ishlatib ko'rdim, qo'limga surtib ko'rdim. Qo'limga terisiga juda ham yoqdi. Mana surtilgani, mana surtilmagani ko'ryapsiz. Mana shunaqa quruq bir xunukgina holatga kelib qolgan. Surtganim esa tekis bir chiroyli holatga kelib qolgan. Juda ham yengil ekan. Bu ko'krak sohalarini tortib, terini chiroyli qilib beradigan. Bu prям ko'krak tortishga demayman, lekin ko'krak terisini mustahkamlab beradi va chiroyli mustahkam, плотный, наполненный, to'la такой mana osilib shalpayib qolgan bo'lmaydi, teri chiroyli bo'ladi. Shuning uchun maslahat beraman. Hidi ham juda ham приятный. Оценить qilasizlar. Prям zo'r baho berasizlar. Поэтому mana shu naborni olishni men sizlarga prям maslahat beraman. Ko'rinishi prям mana bu kremniki ko'ringizlar. Mana krem для décolleté, plyaj uchun, plyaj seriyasidan deyilgan va qanday ishlatilishi ham yozilgan. Kun sari u sizni teringizni yumshoq, mayin qiladi. Ichida maslashi, kakao, babasu bor. Ular antioksidant tariqasida ishlaydi. Terini gladkay, tekis, упругой, то есть mustahkam va namlangan qiladi. Hidi juda ham zo'r degan. Pakabana
plyaj Pacabana'ni hidi keladi degan va yoz настроениясini paydo qiladi degan qizlarjonlar. Поэтому maslahat beraman, prям bu полный seriyani olib turib o'zlaringizga ishlatishga va qizlarga sepga yoki o'zini yaxshi ko'radiganlarga berishni prям maslahat beraman. Va uy uchun qizlar bunaqa освежитель oldim. Освежителni bilasizlar doim ko'p olaman. Aynan bu hidlari bizda prям ходовой desak bo'ladi. Yangi chiqqan hali yangi katalogda ko'rinadigan sotuvga chiqmagan gyaluronoviy peeling skatka bor. Qizlar bu peeling skatkani koreyskiylarni ko'rgandan keyin oldim. ICU seriyasida bor va koreys magazinlarda sotiladigan 80 ming ekan. Men buni ichki narxi 54 mingami oldimda ish qilib. Gyaluron va skatka ikkita oldim. Bittasini o'zimga ishlatishga, bittasini esa klientlarga sotishga oldim. Juda ham yaxshi gyaluron, bu terni namlab turadi. И novinkalardan yana bir ikkita narsalarim bor. Sharmanda atir bor. Yangi ko'rayotganingizdek tint lab uchun bor. Ularni ham alohida ko'rsatib o'taman. Murmur atirni oldim chunki o'zimga ochgan edim. Juda ham hidi yoqdi. Juda ham ko'p odamga yoqibdi. Buni har dastavkada zakaz qilyapman qizlar. Yangi chiqqan uyatsiz atir, prям probnigi bilan oldim qizlar. Buni hozir ichini ham ochaman. Ichini alohida, naverno, videoda ko'rsataman. Uyatsiz atir deganim bu o'ziga tortuvchi atir qizlar. Bu faqat feromon deb bo'lmaydi. Bu hozir yozga ham, bahorga ham idealniy tushadigan, o'ziga jalb qiladigan такой необычный atirlardan biri. Shamellis deb nomlangan. Juda ham chiroyli, o'zi nomi ham, ko'rinishi ham, hidi ham prям bomba qizlar. Bu ikkala atir prям menga juda yoqdi. Portujor atiri menda qolmabdi. Doim klientlar so'raydi. Поэтому bor. И 8 element narsalarim qolmagani uchun zakaz qildim. Juda ham yaxshi narxda bo'lgan ekan. 8 element penkasi 35 ming, balzam после бритьяsi 30 mingdan. Так, mana bunaqa детский pomada ham oldim qizlar. Klientim yo'q, lekin qo'yib qo'ysam bir pasta kimgadir yoqib qoladi. Uzukchalari bilan va mana bunaqa lab uchun blesk bor. Qizlar juda ham yaxshi ko'radi. 3 yoshdan tepa qizlarga bersangiz, ular yaxshi ko'rib ishlatadi. Butunlay bezarar qizlar, bemalol olib berishingiz mumkin. O'zingiz pomadangizni yoki bozordan pomada olib bergandan ko'ra, mana shuni olib bering. 27 ming so'm turadi. Zato qizingiz maza qilib, jiyaningiz maza qilib ishlatadi, uzukchalarni taqib yuradi. И bu yerda даже hammasi yozilgan. Nima uchunligini, moya prelist nabor deyiladi. Sovg'alikka ham chiroyli bo'ladi. Jiyanim sal katta bo'lib qolsa, обязательно unga ham, hatto u bilasizlarmi, hali 1 yosh, lekin уже onasini pomadalarini ishlatyapti. No, hali bermaymiz erta deb. Yangi chiqqan tint qizlar, hozir ichini ochib alohida ko'rsataman. Ungacha men 4 ta olgan narsamni ko'rsatayin sizlarga. Bu qizlar kiprik va qoshlarni o'stiruvchi zardob. Meni ayajonim juda ham yaxshi otziv berdi bunga. Bilasizlar, ayajonim menda juda ham kaprizli ayol bo'ladilar. Bu kipriklarni o'stiruvchi zardob. Ayajonim aytdi, kipriklarga surtgan joylarim deydi. O'rtalariga juda ham yaxshi surtgan edim. Yaxshi qalin bo'lib o'sdi deydi. Keyin surtmagan joylarim yuqaroq dedi kipriklarim. Unaqa qalinlashmadi deb turib, hozir yana surtishni boshladi. Kipriklarni, qoshlarini surtasiz va zo'r qilib qo'yadi. Artikuli 17.89. Aynan hozir skitkada chiqyapti. Поэтому avvalinlar qizlar 91 mingdan ham oladi, lekin hozir skitkada 75 mingmi, 65 mingmi shunaqa. Aniqini ayta olmayman, lekin ko'ringlar, kiprik va qosh o'stiradiganni prям ko'p sotishni maslahat beraman. Har kuni kiprik bo'yagandan ko'ra zo'r qilib buni parvarishlab qo'ygan yaxshi. Ayniqsa hijobdagi qizlarimiz, bo'yamaydigan qizlarimizga mana shuni prям maslahat beraman qizlar. Prям olib ishlatinglar, kipriklaring, qoshlaring tabiiy chiroyli bo'ladi. Prям qop-qora bo'lib, chiroyli bo'lib qoladi. 2 oyda natija ko'rinishi boshlaydi qizlar. Bu sifatli mahsulot, bu birdaniga o'stirib, birdaniga to'kib tashlaydiganlardan emas qizlar. Aytdim, olayotganda doim sifatli narsani olish kerak. Aynan sifat deganda men sizlarga mana shu ekspert seriyasini kiprik o'stiruvchi va qosh o'stiruvchisini prям juda maslahat beraman ishlatishga va sotishga. Yana novinkalardan mana bunaqa ko'piradigan skrab badan uchun tarvuz va qovunni hididan keladigan arbuz idinya gel skrab для tela. Juda ham ko'rinishi yoqdi qizlar. Aynan gel ko'piradigan bo'lgani uchun skrab menga yoqdi, chunki ko'pincha tana uchun skrablar unaqa qattiq ko'pirmaydi. Aynan bu ko'piradi degan uchun meni vaqtli yoqildi. Bilasizlar, tarvuz qovun hidi zo'r bo'ladi. Mana bu tana uchun kremni hammalang уже bilsalaring kerak. Da, bunga уже tarif kerak emas.
И mana bu novinka qizlar lab uchun tint mana shunaqa ko'rinishda gialuronli. Men kecha buni ishlatib ko'rdim. Короче, qo'lingizga olsangiz bagat, shunaqangi chiroyli ekan qizlar. Voydod dedim. Mana bu ko'rayotganingizdek tint bu labga surtgandan keyin shunday labni namlab zo'r qilib qo'yar ekan. Ichida gialuronov kompleksi bor. Mendagina kodi mana bu yerda qayerdadir bor edi. Короче, qizlar mana ko'rib olasizlar o'zlaring kerakni 41 382 si to'q rang bo'ladi. Bu bunaqa qop-qora chiqmaydi. Qizg'ish rang bo'lib chiqadi, qizg'ish jigarrang bo'lib chiqadi. Labda даже ketib qolsa ham, как будто bu tintlarning eng zo'r joyi labda yaltiramaydi-da, как будто o'zingiznikidek ko'rsatib turadi. Поэтому maslahat beraman. Menda singlim juda ham tintlarni yaxshi ko'radi. Ataylab singlim uchun olganman buni. Buni to'q rangi, buni och rangi ham bor. Короче, qizlar buni ko'rinishiga 5 ta, prям 5 baho. Shunaqangi chiroyli. Mana qarang. Tintni mana. Tak qizlar jonlar, mana shunaqa tada. O'zim birinchi qo'limga olishim qizlar bu atirni. Biram hayajonlanib ketyapman. Yaxshi ko'raman yangi narsa. Vau. Ko'rinishini qarang, vau, brilliant-ku bu. Hayajonim anaqalari bo'lardi, toza toshlardan. Busisi bor edi, bo'yinga taqadigani. Mana shunaqa chiroyli edi, granatoviy edi. Mana shunaqa atlivi bor edi. Shuni yaxshi ko'rar edim o'shani. Qarang. Svetdagi qilyapman. Ko'rinishini qarang. Vau! Короче, hidini hidlaganman qizlar, hidini anaqasi yo'q. Nima deydi, ta'riflashga til ojiz. Juda ham приятный. Bu Shameless ko'ryapsiz, Faberlic pasta yozilgan, sirtida umuman hech narsa yozilmagan. Mana shunaqa chiroyli ko'rinishida 50 mg. Bunday qilaylik. Bitta baribir Sephora. Так, xonaga. Так. Приятный bahor, yoz, mana shunaqa fasl uchun qizlar maslahat beraman. Olinglar, shirin, такой приятный yengil hidlarni yaxshi ko'rsangiz, prям самое то bo'ladi. Ichida qizlar feromonlari bor. Shuni inobatga olingizlar. Mana bu aynan Shameless atiri. Sizga ko'rsatgan narsalarimdan biri nima yoqqan bo'lsa, siz o'zingiz uchun xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, meni telefon raqamlarimga qo'ng'iroq qilib yoki Telegram tarmog'ida yozsangiz bo'ladi. A'zo bo'lgan qizlar esa sizlardan mahsulotlar haqida kommentariyalarni kutib qolaman. Qaysidir mahsulotlarni ishlatgansiz, qaysidir mahsulotlar yoqdi yoki qaysidir novinkalarni уже ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, обязательно sizning kommentariyalaringiz men uchun qiziq.